Bugun Namanganga 3 tasi birda modelimizda yangilangan versiyasini tayyorladik ekanlar. Xudo juda ham chiroyli qilib, fasad qismlarini yaxshi svetdan foydalanib, rang-barang qilib tayyorlab berdik. Bunimizni yangilangan versiyasi tagiga kapot mexanizmi qo'yib berganimiz bo'ldi. Hamda o'rta qismi to'rttadan iborat bo'ldi. Zinasi chekkaga o'tdi. Mana shu holda shkaf o'rnida foydalansa bo'laveradi. Bu asosan juda ham zo'r chiqdi. Bo'lmasa, tomonidan ham ikkita mana shunaqa kapot mexanizmi qo'yib berganmiz. Mana shu holda ochib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, matraslarimiz 2 metrga 85 lik matras bor, 3 yil garantiyasi bor. Xudo xolisa bemalol 15 yil xizmat qilaveradi. O tepa qismlarini bemalol 100 kilogacha bo'lgan odamlar chiqib foydalanishi mumkin bo'ladi. Hozir 70 kilo bo'lsa bemalol chiqib, baquvvatligiga sinab beraveramiz akalar. Baquvvatligiga garantiya beramiz. Hozir bu ishlangan. Xo'p. Bu zina qismlari, tag qismlari mana shu holda barqib berganmiz. Kiyimlar, kitoblarni u bo'lsa kirib ketaveradi ichiga. Mana shu holda ochib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bularning fasad qismlari bo'ldi endi, yon qismlari lament, oq joylari lamentlangan, yashil qismlari endi ishlatilgan. Bu tomonda partasi tayyorlab berganmiz. Partamiz rozmeri eniga 170, balandligi 180 bo'lgan. Ikkita bola foydalangan joy, xo'sh, bu tomon tortmasi bor. Shaqayndan pullarni mushkullardan foydalanib, chiroyli qilib berdik akalar. Xo'sh, bu 3 tasvirda modelimiz o'rta qismiga oldingidan ko'rgan bo'lsangiz zina qilingan bo'lsa, hozir bu yerda ochiq joy qoldirib ketganmiz. Tagiga mana shunday polkalar, kitoblar qo'yganlar, joy, tepa qismiga xolasa o'yinchoqlar terib qo'ysa bo'ladi, xolasa kitoblar terib qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa atrofni ishlandi. Xo'p, mana bu joylarini ham avvalni qilib o'rganmiz. Bolalar mustahkamligiga, urilib yonib ketmasligiga. Xudo xolasa kimgadir mana shu xizmat kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bu karavotimiz balandligi 180, eniga 270 sm joyga tushadi. Oldi qismiga 210 joyga tushadi bemalol. Xizmatlarda Sulton yo'li jamoasi kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Kimgadir xizmatlar kerak bo'lsa, pasonlarimizni qoldiramiz, aloqa chiqarsa O'zbekistonga yetkazib beramiz.